Inshaalloh yaxshi bo'lib ketaman. Faqir odam, kambag'al odam, u yoqqa uradi o'zini, bu yoqqa uradi o'zini, hech bir natija bo'lavermaydi. Qo'lida bir 3-4 chaqa to'planmaydi, doim kamxarjlik, doim yetishmovchilik. Nima uchun bu tushkunlikka tushadi? Buni ham ishonchi zaifda. Alloh uni boy qilib qo'yishligiga bo'lgan ishonchi zaif. Agar ishonchi Allohga bo'lgan yaqini kuchli bo'lganida bu tushkunlikka tushmagan bo'ladi. Demak, birodarlar, qalbning og'ir kasalliklaridan, nafsning og'ir kasalliklaridan tushkunlik, umidsizlik. Tushunarlimi? Kim tushkunlikka tushar ekan? Allohga bo'lgan ishonchi zaif inson. Ammo Robbisiga bo'lgan iymoni, ishonchi, yaqini kuchli bo'lgan odam hech qachon qayg'uga, tushkunlikka tushmaydi. Chunki u inson ulug' Robbning bandasi. Robbning eshiklari esa, rahmat eshiklari bandalarning oldida hech qachon yopiq bo'lmaydi. Doim ochiq bo'ladi. Tavba eshigi doim ochiq. Ato qilish eshigi doim ochiq. Beradi